Mümkünmü janob vazir? Keling, marhamat. Janob vazir, bir haftadan beri tumanimizda svet o'chyapti. Kabellar eskirgan, elektr narxi oshgan. Bu ham yetmaganda limit joriy qilib qo'ygansizlar. Oldingizga adolat izlab keldim. Nima qilish kerak o'zi oddiy xalq? Hayronman-da. Biz vaziyatni nazorat qilyapmiz. Biz o'zimizcha o'yin o'ynab o'tirganimiz yo'q, tushundingizmi? Bizni tushunishingiz kerak. Gaz narxini oshirib qo'ygan bo'lsalaring, qanday tushunishni gapiryapsiz hozir? Gazga limit qo'yilgan bo'lsa, svetga limit qo'yilgan bo'lsa, bizni kim tushunadi bizni? Menga oson deb o'ylaysizmi? Har kuni butun xalqdan murojaat keladi, mingta shikoyat keladi menga. Tizimda boshqarish bu knopkani bosib qo'yish bilan barobar emas bu sizga. Xo'p, men sizni tushundim. Faqat oxirgi yana gapim bor. Xo'sh, qanaqa gap? O'tgan yilgi va'dangiz esingizda bo'lsa, o'tgan yili gazlashmagan hududlarga chegirma qilib beraman degandingiz elektrda. O'shalar nima bo'ldi o'shalar? Ha, uni aytyapsizmi? Esimda u, esimda. Ko'rib chiqyapmiz uni. Hali beri uni nihoyasiga yetkazganimiz yo'q uni. Sizga men yechimli bitta hadya olib kelganman-da, janob vazir. Tushunmadim. Bu nima qilaman men qizil sabzini? Ha, ko'rib chiqa olmayapsiz-ku o'tgan yildan beri, 1 yildan beri. Bunda A vitamini bor. Buni zora shuni vitamin bo'lsa. Zora shuni yesangiz yaxshi ko'rib chiqasiz, janob vazir. Mana hozir bu ham mayli, mana bu ham sizga. Bu ham Tushunmadim, siz masxara qilyapsizmi meni? Yo'q. Nima qizil qalam, qizil sabzini buni? Bunda ham A vitamini bor. Keyingi safar baliq olib kelaman sizga. Zora shu ishlarni. A vitamin bo'lsa nima bo'pti? Tushunmadim men sizga. A vitamini ko'rishlaringizni o'tkir qiladi. Zora shundan ko'rib chiqsangiz ishlarimiz ham bitib ketardi.